Assalomu alaykum aziz zamondosh. Bormisiz, omonmisiz? Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turgandan juda ham xursandman. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan Qorasuv mebelchilar shaharchasi. Bu yerda o'zingiz didingizga moslagan arzon yoki qimmat mebellarni topsangiz bo'ladi. Shuning uchun bugun biz mana shu yerni obzorini siz azizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aytgancha kanalga like bosishni, podpiska tashlashni unutmanglar. Agar fikr mulohazanglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishinglar mumkin. Bu faqat bizni xursand qiladi. Demak, azizlar, sizlar bilan biz obzorni boshladik, ketdik. Aziz yurtdoshlar, bu joyni sizlarga tushuntirishim, bu tomoni Nurafshon, oldingi To'ytepa deyishadi, bu tomon Qo'yliq. Qo'yliq To'ytepa yo'lini o'rtasida joylashgan bu shaharcha. Bu yerda asosan gilamlar bilan, mebellar bilan mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz savdo qiladi va ko'pchilik, juda ham ko'pchilik odamlar hozir mana shu yerdan kelib mebellarni, gilamlarni olib ketishmoqda. Davom etamiz. Demak, azizlar, obzorimizni boshladik. Birinchi do'konimiz shunday Qorasuvning chorrahasida joylashgan ekan, Hayot mebel do'koni. Bu yerdagi narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Qani yuringlar. Assalomu alaykum. Aka, xormang. Bu nima deydi, ugaloklarimiz, to'g'rimi? Mehmonxonaga qo'yiladigan. Nechta kishi o'tiradi mana shunga hozir? Bu 12 kishigacha o'tiradi. Demak, shunisi bor, yana nimasi bu? Men bolachalari bor, pufigi bor. 1 metrdan bo'ladi. Oyoqlari yog'och, ichlari sasna. Sasna yog'och. Sasna ichi ortoped prujina, ortoped parolon. Stoli bormi yo alohidami? Stoli bilan. Stoli bilan. Shu turish komplekti qancha? 8,5 millionga dastavkasi bilan qilib beramiz. 8,5 million so'm dastavkasi bilan, to'g'rimi? Dastavkasi. Kelishiladigan joyi bormi buni? Ha, bozor kelishamiz. Bozor, to'g'rimi? Ya'ni oxirgi narxi emas, 8,5 million. Oxirgi narx. Yaxshi, yana o'tamiz. Mana bu kichikroqchi, mana bu kichikroq. Bu kichkinalar mexanizmli variant. Mexanik ochiladi. Aha. Ochiladi. Aha. Keyin bu taraf ham spalni bo'lib, 1.70 ga 2.20 spalni bo'ladi. 1.70 ga 2.20 spalni bo'ladigan ugalogimiz puli 5,5 million. 5,5 million dastavkasi ham bor. Dastavkasi ham bor. Yana kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Ichkarida yana bor ekan. Bu bir kishilik divanimiz qancha? Bu bir kishilik kravatimiz. Kravat bir kishilik. Xo'p. Ochiladi. Ortoped prujina, ortoped parolon 1 million 800 ming so'mga dastavkasi bilan uylarga o'rnatib beramiz. Dastavka bilan 1 million 800 ming so'm. Buni ham oxirgi narxi emas, kelishsak bo'ladigan joyi. Azizlar, birinchi qatorimizda asosan ugalok divanlarimiz ekan, juda ham ko'p. Hammasi har xil narxda. Keyingisi mana bu menga juda ham chiroyli ko'rindi. Bunga nechta odam o'tiradi aka? Bundan 10 kishilik pufigi ham bor, pufigi ham bor. Ikkita pufigi bor. Keyin agar joylar torlar, dom, boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, surib turib ikki tarafga bemalol yotib yo kino, futbol ko'rish keraksa qulay narsa. Spalni sifat qilsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Kengaytirib olib oyoqni kengaytirib olsa bo'ladi. Buni puli qancha? Buni dastavkalari bilan 9,5 million kelishtirib beramiz. 9,5 million dastavkasi ichida yana kelishamiz. Pulini kelishsa bo'ladi. Ya'ni oxirgi narx emas, kelishsa bo'ladi. Yaxshi, buni stoli ham bor. Davom etamiz. Navbatdagi dizaynimiz bu turetskiy fason ekan. 8-10 kishilik, ikkita pufigi bor, bitta stoli bor. Mana shu ko'rinish. Buni puli qancha aka? Buni 6,5 million dastavkasi bilan beramiz. 6,5 million dastavkasi bilan. Endi dastavka deganimiz endi aka bizni ko'p joydan ko'rish mumkin-da, respublikamizning har xil viloyatida ko'rish mumkin. Dastavka qayergacha bo'lishi mumkin? O'sha tekinli dastavka qayergacha bo'lishi mumkin? Yo'q, Angrengacha. Angren. Bu taraf Sirdaryogacha. Sirdaryodan Angrengacha tekin dastavka ichida bo'ladi. Agar vodiyga bo'ladigan bo'lsa yoki Voha, Samarqand, Buxoroga bo'ladigan bo'lsa, unda kelishilgan, to'g'rimi? Kelishiladi. Ozgina qismini sizlar to'lashinglar mumkin, ozgina qismini olayotgan xaridor o'zi to'lashi mumkin, to'g'rimi? Rahmat, juda ham chiroyli. Navbatdagi ugalok divanimiz high-tech fason ekan. Buni materiali nima aka? Hozirgi Xitoy materiallaridan mo'shi material, bemalol vanish bilan yuvib olsa bo'laveradi. Demak, bolalar dog' qilib qo'ysa, buni bemalol yuvsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, dog' bo'ladi. Stol ichida pufigi bormi buni?
ikkita pufigi bor. Ikkita pufigi bor. Demak, ikkita pufig hamda divanga bir 8 ta 10 ta odam o'tirsa bo'ladi. Bemalol mehmon kutsa bo'ladi. Buni puli qancha aka? Buni 7 million 200 ming so'm dastavkalar bilan qilib beramiz. 7 million 200 ming so'm dastavkasi Toshkent shahri, Toshkent viloyati bo'ylab. Qolgan viloyatimizdan bo'ladigan bo'lsa, u kelishiladi albatta. Rahmat, davom etamiz. Keyingisi mebelimiz divan kreslo ekan. Buni qanaqa anaqalari bor, imkoniyatlari bor? Qani? Bu tarafga suriladi. Xo'p, kengayar ekan. Kengayadi. Keyin orqaga ham kengayadi. Xo'p. Material mo'yishi material, hammasini orqaga tortib, uni chekkaga tortib, bemalol bir kishi yotsa, dam olsa bo'laveradi. Zallarga ham kabinetlarga, ofislarga, ishxonalarga qo'ysa bo'ladi. Buni dastavkalari bilan 8 million so'mga dastavkalari, stollari, har xil stoli bilan qilib beraveramiz. Mijozni xohishiga qarab o'zgaradi. Ranglarini ham xohlagan. Ranglari ham har xil. Nomerlarini ayta olasizmi? Nomeringizni ayting. 93lik 859 53 56. Mana shu mebellar agar sizlarni qiziqtirsa, mana shu akamiz nomerlarga telefon qilasizlar, bemalol telefon orqali ham savdo qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Aytilgan joyga dastavka qilib jo'natib yuborsanglar bo'ladi. Rahmat, bozoringizni bersin. Sog' bo'ling, rahmat. Azizlar, bu shaharchada mebel do'konlari juda ham ko'p. Bu yerda asosan mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarning mahsulotlari sotiladi. Shuning uchun imkon darajasida harakat qilamiz hamma do'konga kirishga, lekin vaqtimiz yetmay qolsa uzr so'rayman. O'shaning uchun kirgan do'konimizdan asosiy o'sha sotuvchilarning o'zi tavsiya qilgan mebellarni obzorini qilamiz. O'shandagina menimcha ulguramiz hamma joyni aylanib chiqishga. Navbatdagi do'konimizga aylanib chiqamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Akalar, xormanglar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Stullarimiz nechtalik stul bu? Stullarimiz komplet 12 talik bular. 12 ta stuli bor, bitta stuli bor, to'g'rimi? Bitta stuli bor. Aha. Puli qancha buni? Qarang aka, eng arzoni bularni 6 million so'm chiqadi, eng arzoni. Eng arzoni 6 million so'm, ha? 6 million so'm. Eng qimmati 15 million so'm chiqadi. Demak, 6 milliondan 15 million so'mgacha. Dastavkasi qanaqa bu? Dastavka hammasi ichida. Xo'p, stenkalarimiz Stenkalarimiz ko'ring, mana penalka modlar bular. Materiali MDF material. Razmeri 330. 330. Buni dastavka, sborka hammasi ichida 7 million so'm. 7 million so'm. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yoqda ham bor ekan. Bu yoqda ham penalka modlarimiz bor, mana hammasi. Mana bunisi qaymoq rang. 8 million 500 dan. Necha metr bu? MDF 340. 340. 3,5 metr, har xil razmerlari. Balandligi asosan necha bo'ladi? Balandligi asosan 2,5 metrgacha. 2,5 metrgacha. 2,5 metrgacha. Buni puli qancha? 8 million 500. Dastavkasi Toshkent shahri, Toshkent viloyatiga. Hammasi ichida. Zborka. Yana kelishadigan joyi bor. Bor. Bu burkamiz 3 metr. 3 metr. Qo'shilgan variant bo'ladi bu. Bu 6 million so'm ichida dastavka zborkasi hammasi ichida bo'ladi bu. 6 million so'm. Arzonroq. Arzonroq bu. Negaki arzonroq? Bu qo'shilganda birga buni adden emas. Buni ham balandligi o'shami balandligi? Balandligi 240 gacha buni. 240 gacha. Materiali MDF. Materiali MDF. Troyka deganingiz qanaqa bo'ladi? Deganimiz mana adden 3 ta bo'ladi. Xo'p, alohida ekan. Alohida. Xo'p, qanaqa material bu? Bu ham MDF. MDF, asosan MDF ekan. Vakuumli, davutchilik o'zlari yopiladi eshiklarini. Bunimiz 7 million so'm. 7 million so'm. Xo'p. Toshkent shahar, Toshkent viloyati dastavkalari bor. Mana burkalarimiz bor. Bu ham 6 million so'm. Korishniy rang ekan bu. Korishniy ranglaridan muammo yo'q. Xohlagan ranglarda qilib beramiz. Demak, xohlagan tanlagan stenkalarni, ranglarini o'zlari xohlagan rangda qilib beramiz. Buni puli qancha? Bu ham 6 million so'm. 6 million so'm. 6 million so'm dastavka zborkalari hammasi ichida bo'ladi. To'ytepa mebel do'konining ikkinchi qavatidamiz. Bu yerda spalni garnitur ekan. Marhamat aka, tanishtiring, qanaqa? Aka, bu modelimiz high-tech. High-tech variant. High-tech variant. Mana oyog'ini ostida mana sofolari bor. Ochiladi, narsa bo'lsa bo'ladi. Pulini qancha dedingiz buni? 11 million 500 ming so'm. Dastavka zborkasi hammasi ichida bo'ladi. Yana kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Yana kelishadigan joyi bor. Bu klassika variant ekan. Klassika variantimiz bu. Bu spalnisi, trimosi, shkofi. Mana bunda ortopedический 100% matras yotibdi bunda. Yasirlari ham o'zi bilan bo'ladi. Garantisi 5 yil, 10 yilgacha garantisi bor matras. Matrasga. Spallarimiz MDF dan ishlangan, sifati zo'r buni. MDF material. 10 million 500 ming so'm, yana kelishtiriladigan joyi bor. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga dastavka zborkasi ichida. Shkofining uzunligi 2,5 metr. 2,5 ga 2,40. 2,5 metr. Keyin spallarimiz 170 ga 220, bizga uzunroq ishlangan. O'zi standart 170 ga 210 bo'ladi. Aslaniki 10 sm uzunroq. 10 sm uzunroq 220 qilingan. Shtop yotganda bemalol qiynalmasdan oyoq chiqib qolmaydi. Davom etamiz, bu yoqda yana bor ekan. Mana bu high-tech variant. Bular high-tech variant. Bular akril bilan ishlangan. Kichikroq ekan, lekin ko'rinishi.
Ishkofi 2,5 metr. 2,5 metr, balandligi Spalniz ham 1.70, balandligi 2.10 bo'ladi. Bu haytek sal pastroq bo'ladi. Spalningiz razmeri nechiga nechi? 1.70 2.20. Itrimosi, Itrimoni, pufiga, u tepasida tummalari bor. Puli qancha buni? Bu 10 million so'm. 10 million so'm. 10 million so'm. Kelishiladigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Barcha mebellarimizni savdolashsa bo'ladi. Hammasi oxirgi narx emas, taqalgan narx emas buni. Yo'q, kelishadigan joyi bor. Ha, kelishadigan joyi bor. O'sha bu klassikamiz, mana bu MDF oreh rangini ko'rganingizda oqi bu. Aha. Krashni MDF. Sifatlari zo'r. Matras ortopedik. Matras 100% ortopedik matras. Buni puli qancha? Buni 12 million so'm. 12 million. Bu qimmatroq. Ha, bu qimmatroq, kelishtirib beramiz, kelishtirib. Kelishadigan joyi bor. Bor. Ko'p magazindan so'rasangiz, bu 8069 model zo'r chiqqan. Sifatlari vobshe yaxshi. Aksiya qilib 8 million so'm qilib qo'yganmiz. Bu o'tiladigan joyi bormi yo taqalgan 8 million? Bu taqalgan 8 million so'm. 8 million so'm dastavkasi ichida. Dastavka hammasi ichida, bundan ham upakovkasida bor. Ha, demak buni bermaysizlar, Yo'q, boshqa yig'ib berasizlar zborka. Eng do'konda eng arzon spalni garnitur shu. 8 million so'm. 8 million so'm. MDFdan. Yaxshi. Davom etamiz. Mana haytek variantlarimiz. Rangi ham chiroyli ekan, bagati rang ekan. Bunimiz 10 million 500 ming so'm. Sofalarni oyoq tomoniga qo'yib yuborasiz. Mana trimoni. Bu ham MDFdan ishlangan. Ishkafi 265, balandligi 215, 220. Bu komplekt qancha? Bu komplektimiz 10 million 500 ming so'm. 10 million 500 ming so'm. Spalni garnitur. Mana shu rangdagisi. Buni ham xohlagan rangda qilib bera olasizlar, to'g'rimi? Qilib bera olamiz rangini. Qanaqa rang mijozlarimiz xohlasa, o'sha rangda qilib bersa bo'ladi. Qilib beramiz. 90lik 120, 71 82. Demak, mana shu nomerga telefon qilib, qanaqa savolinglar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Qaysidir mebel yoqqan bo'lsa, uni buyurtma qilishinglar mumkin. Agar biza ko'rsatmagan boshqa mebellar ham bor akalarda, telefon qilib batafsil ma'lumot olishinglar mumkin. Demak, Qorasuv mebellar shaharchasida obzorimizni davom ettiramiz. Bu yoqdagi akalarimiz aytishi bo'yicha, bu do'konimiz Jannat makon. Bu yerdagi eng katta do'konlardan biri ekan. Bu yerda assortiment juda ham ko'p ekan. Ichkariga kirib, bitta ko'rib chiqamiz, narxlar bilan tanishamiz. Ketdik. Demak, Jannat makon do'kondamiz. Narxlar bilan tanishib chiqa olasizmi? Narxlar bilan tanishadigan bo'lsak, bular bu mebellar hammasi o'zimiz zavodda ishlab chiqarilgan. Ha, o'zingizlarning mahsulotinglar. Xuddi shunaqa. Bizda oddiy sexlardan yoki biron bir vodiydan olib kelinmaydi. Bularning narxlari bo'ladigan bo'lsa, naqdga 16 million so'm bo'ladi, qolgani bo'lib to'lashlik olsa ham bo'ladi. Buni komplektida trimosi, ikkita tumbasi, kravati va garderobi bo'ladi, shkafi bo'ladi. Shkafi bo'ladi. 16 million so'm pul. Komplekti. Matraslargacha hammasi ortoped, ular ham o'zimiz zavoddan chiqarib, ko'rayotgan bo'lsanglar, to'liq yozib qo'yilgan. Davuchklari, mexanizmlari davuchk mexanizm bo'ladi. Vakuumda tortib olingan, to'g'rimi? Bu sandiqlar ichidami yo alohida? Yo'q, bu o'shanga moslab turib olsa bo'ladi deb qo'ygan. Bular qancha? Bular sandiqlar ham hammasi MDFdan ishlangan, laminatdan ishlangan variantlar bor. Bir xil, ona bolasi 1.700 ming so'm bo'ladi. Bitta parasi 1.700 ming so'm, to'g'rimi? Keyingisi bu qanaqa nima deydi? Nomi nima buni? Buni nomi Gretsiya degan spalni garniturimiz bo'ladi. Gretsiya spalni garniturimiz. Mana shu komplekt turishi. Bu turishi bo'ladigan bo'lsa, agar naqdga bo'ladigan bo'lsa 19 million so'm. Bundan yana agar savdo bo'ladigan bo'lsa, ozgina kelishadigan joyi bor buni. Kupelari hamma spalnilarimizga bir xil shunaqa rossiyskiy kupe qo'yilgan. Buni tashqi fasadlari MDFdan, yon qismlari agar korpus qismlari bo'ladigan bo'lsa, laminatdan ishlangan. Matraslari lekin hamma spalnida bir xil. Keyin teglari sandiqli. Xuddi shunaqa. Kravateklari ko'tariladi, yana qo'shimcha garderob ishlatsa bo'ladi uni ham. Yaxshi, demak davom etamiz. Bu yerda assortimentlar juda ham ko'p ekan. Har xil vidli, har xil fasonli, har xil narxdagi spalni garniturlarimiz bor ekan. Mijozlarimiz qandoq narxda, qandoq dizaynda xohlasa, menimcha katta ehtimol bilan o'zlarini o'ylagan narsalarni topa olishadi. Demak, navbatdagi mebelimiz bu stulimiz. Nechta bu yerda? 12 ta, to'g'rimi? 12 talik. Bular o'zimizdan ishlab chiqarilmagan. Bu turetskiy stol bo'ladi. Turetskiy deganda qanaqa? Bu karkazlari, masalan, oyoqdagi temirlari original Turkiyadan o'zidan olib kelinadi. Ustidagi material qoplashi o'zimizdan. Buni sababi, masalan, klientlarga 12 talik emas, 10 talik, 8 talik yoki bo'lmasa 16 ta, 18 ta kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, xuddi bunaqa materialdan Turkiyadan o'zidan olib kelish qiyin. Bunaqa bir xil bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun material qoplashlari o'zimizdan, qolgani original turetskiy. Stol o'zimizdan. Qanaqa material stoli? Stollari MDFdan ishlangan, ust tomonlari poni akrildan ishlangan bo'ladi. Suvga chidamli, Suvga chidamli. Suv to'kib ishib ketmaydi. Buni puli qancha? Buni puli 20 million so'm bo'ladi. 20 million so'm. Kelishadigan joyi bor. Xolos. Xo'p, bu savdolashilgan holda. Nima deydi buni? Penal. Bahor penal komodimiz bo'ladi. Buni ham o'zimiz zavoddan chiqqan. Hamma ishlab chiqarish o'zimizdan ekan-da. Tepa gullari mana hammasi o'zidan MDFdan o'yilgan bo'ladi. Gullar qo'yilgan. Qolgan joylari ham MDFdan ishlangan. Bular agar naqdga oladigan bo'lsa 7 million so'm bo'ladi. 7 million so'm. Balandligi nechi buni? 2.25.
Xo'p, hozir naqdga oladigan bo'lsa dedingiz, yana boshqa variant ham bormi? Ha, bizda klientlarga hozir misol eng qulay bo'lib qolgan variantlari muddatli to'lovga olsa ham bo'ladi. Hozir misol 3 oyga, 6 oyga, 1 yilga bo'lib to'lash imkoniyatlari bor. Har xil usullari bor uni. Klient bitta pasportini olib keladi, bo'ldi, qolganini Xo'p, mana shu 7 millionlik mebelimiz, agar buni muddatli to'lovga oladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi narxi? Unisini kompyuterda bolalarimizda bor. Misol sizga bosh to'lovga men buncha beraman yoki men bosh to'lovsiz olaman deydigan bo'lsa, u kompyuterga bazaga solib chiqarib berishadi. Bu nasiya savdomi shunda? Nasiya savdo, misol uchun buncha foiz qo'yiladi deb aytilmaydi. Bazani o'zidan narx chiqarib beriladi. Da, sistema bor, ha? Bor. Xo'p, davom etamiz. Bu mebelimiz Ponli klassik mebel bo'ladi, komplekt. 100% MDF dan ishlangan. Tepalari 15 lik, past tomoni 20 lik MDF bo'ladi. Matraslar o'shatganimizda bir xil, tashqi fasadlari ham o'sha, ya'ni 100% MDF bo'ladi. Nimalar kiradi? Buni stullar yo'q. Yo'q, bu stol alohida. Spani garnituriga bo'ladigan bo'lsa, o'sha boya aytganimdek shkaflari, kravat, ikkita tumbasi, trimosi bo'ladi. Pullari agar naqdga bo'ladigan bo'lsa 18 million so'm bo'ladi. Kelishadigan joyi bor ham. Penalimiz? Penallari mana shu 3 ta bo'lak bo'ladi. Ikkita penal, o'rtada kamoti. Pullari bo'ladigan bo'lsa 12 million so'm qilib beramiz buni. 12 million so'm, unisi 18 million so'm. Xuddi shuni. Stoli ham xuddi shunaqa ixcham bo'ladi. Yig'iladi, ha? Demak, sayrga, dachaga, tog'ga, ishxona bilan, oila bilan chiqsa, olib borsa bo'lar ekan, ha? Puli qancha buni? 2 million so'm bo'ladi. 2 million so'm, 6 talik mana shu komplekt 2 million so'm. Yaxshi, davom etamiz. 100% MDF dan. Davuch mexanizmlari toza turetskiy bo'ladi. Ponli buni korpuslari ham hammasi MDF dan bo'ladi. Fabrikamizning eng yaxshi brendlaridan bittasi. Puli bo'ladigan bo'lsa 28 million so'm qilib beramiz buni. 28 million so'm. Bu stolimiz? Bu stol turetskiy, stoli ham Turkiyadan olib kelingan. Stollarning donasi $105 dan, stoli $250 bo'ladi. Bu uyga, ofislarga qo'yib qo'ysak bo'lar ekan, to'g'rimi? Bo'ladi. Demak, azizlar, davom etamiz. Galdagi do'konimiz Sanjarbek do'koni ekan. O'sha Qorasuv mebelchilar shaharchasida joylashgan. Bu blogimiz spalniy garnitur. Keyin assalomu alaykum. Nomi nima bu komplektimizni? Beli Corona degan spalniy garniturimiz. Materiali MDF. Matrasi Armada firmaniki, 90% lik ortoped, to'g'rimi? 90% lik ortoped. Demak, buni narxi qancha? 7,5 million. 7,5 million so'm kelishtirib beramiz. Dastavkasi bor. Dastavka sborkasi bilan. Ichida, to'g'rimi? Bular high-tech variantda, to'g'rimi? High-tech variantda, demak, divani, o'sha shkafi hamda trimolari bilan bor. Svitilliklari bilan. Svitilliklari bor. 40 shkafimiz bular ham MDF dan tayyorlangan. Shagren bular. 8,5 million qilamiz. 8,5 million kelishiladigan joyi bor. Bu komplektimiz 5,5 million bular. 5,5 million so'm. Mana bunda ham laminatda, rossiyskiy laminat, kupeli, ochiladigan shkafi, divani, trimosi hamda ikkita tumbasi bilan bor. Bir dona pufiga ham qo'shib berilar ekan. Arzoni bormi deydigan xaridorlarimizga mana olib borib yig'ib berishlari bilan 5,5 million so'm. Davom etamiz. Mana bunisi ham high-tech variantda 220 ga 210 razmerda shkafimiz. Kupeli, mana ochiladigan 3 ta eshikli ekan. MDF materialdan. Mexanizmi yaxshi, ha? Chidamli. Ha, bu ham. Mana bu nega? U kupesi ham yaxshi. Ha, bu mexanizmli, ha? Mexanizmli. Demak, sandiq sifatida ham foydalansa bo'lar ekan, ha? Ha, domlaga. Nimadir oshiqcha narsasi bo'lsa, bemalol qo'ysa bo'ladi. Trimolar ham. Trimosi ham mana chiroyli ekan. Bunga pufiga ham qo'shib berasiz. Pufiga ham qo'shiladi. 9,5 million so'm kami bor. Sanjarbek mebel do'koni bilan obzor qilib chiqdik. Nomerlari 99 lik 033 21 74. Telefon qilasizlar, Nargiz opamiz ko'taradilar telefonni. Qanaqa savolinglar bo'lsa, qanaqa mebeldan, qanaqa rang, narxi bemalol gaplashishlar mumkin. Bu oxirgi narx emas, bu savdolashib, kelishib baraka bo'ladigan joyi. Davom etamiz keyingi do'kon.
Demak, aziz do'stlar, obzorimizni davom ettiramiz. Galdagi do'konimiz Ideal Eko do'koni ekan. Bu yerda asosan divanlar, yumshoq mebellar, kreslolar ekan. Narxini tanishamiz. Keyin assalomu alaykum. Chester deb nomlanadi. Divan kreslo. MDFdan, oyoqlari mana yog'ochlari sasnadan qilingan. Narxi qancha buni? 7,5 million. 7,5 million so'm dastavkasi bilan kelishiladigan summa bu, to'g'rimi? Oxirgi narx emas. Davom etamiz. Mana bu ham chiroyli ekan, qora rangli. Bu yoqda ikkita pufigi bor ekan, to'g'rimi? Pufigi ichida komplekt, to'g'rimi? Buni puli qancha? 7 million so'm. Chester deb nomlanadi. Moishi demak yuvsa bo'ladi buni, to'g'rimi? Ha, yuvsa bo'lar ekan. Endi bu narsa bo'lib qolsa bemalol yuvsa bo'lar ekan. Galdagi divanimiz. Bu yerda ham ugalok divan, ikkita pufigi bor, hamda bitta stoli bor. Jurnalni stol. Qanaqa MDF materialdan qilingan. Razmerda bu stolimiz. 180 ga 90 razmerdagi stolimiz. Materiallari Moishi material. Aha. Puli qancha? 7 million so'm shu komplektimiz. 7 million so'm o'sha divani, pufigi, stoli bilan ichida hammasi yetkazib berish bilan. Razmeri necha bu divanimizda? 1,90 ga 1,90 yostiqchalari bilan. Bu yig'ilmaydi, yoyilmaydi. yo'q, sandolik, tegi sandolik. Sandolik, tagi sandolik Nimalarida? qo'ysa bo'ladi. Demak, stoli bilan qancha bu? 3,5 million so'm. 3,5 million so'm komplekt, 3,5 million so'm. Pufigi yo'q ekan, buni 3 ta sandig'i bor ekan. Mana undan sal boshqacha dizaynda, stoli katta ekan. Yozuv stoli. Stolning materiali qanaqa bu? MDFdan. MDFdan oynali ekan, ehtiyot bo'lish kerak. Bu yig'iladi shekilli, Biz spalni bo'lib ishlatsa bo'ladi. spalni qilinadi, to'g'rimi? Buni puli qancha? Общий komplekt 3,5 million so'm, to'g'rimi? 3,5 million so'm bo'lar ekan. Rangi boshqasi, to'g'rimi? Stolda ham ozgina dizaynda farqi bor ekan. Bu ham 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Kelishiladigan joyi bor, hammasi oxirgi narx emas. Galdagi komplektimiz razmeri necha kerak buni? 20 ga 220. 320 ga 220. Bitta stoli bor, ikkita pufigi bor. Mana shu rang. Buni rangini o'zgartirsak bo'ladi, to'g'rimi? Boshqacha rang qilsak ham bo'ladi. Demak, dastavkalari bilan, yig'ib berishlar bilan puli 8,5 million so'm. Kelishiladigan joy va agar yoqqan bo'lsa 94lik 552 72 12 Husnor opaga telefon qilasizlar. Qaysi mebel komplektlar yoqqan bo'lsa bemalol narxlashib, ranglarni ham kelishib olib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat katta, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Demak, azizlar, davom etamiz. Malika mebel do'kondamiz. Hozir bu ikkinchi qavatda ekanmiz. Spalni garnitur. Bu qanaqa dizayn? Bu high-tech bu mebelimiz. High-tech dizayndagi mebel. Razmerlari katta, shkaflari 270. Shu shkafi 270, eshik bilan ochiladigan kupe variant emas. Mexanizmlari davotchilik. Demak, yana vakuum tortib oladigan, to'g'rimi? Tortib oladigan vakuumli. Spalnisi katta ekan. Keladigan bo'lsak, razmeri matrasini o'zi 220 ga 170. 220 ga 170 matrasli. Razmerlarga qaraganda Kattaroq, ha? Kattaroq. O'zgargan o'zi. Svitilliklari bor ekan, tumbalari bor ekan. Bu trimosi. Trimosi pufigi bilan. Pufigi bilan. Rangi zakazga qarab, xohlasa boshqacha rang ham o'zgaraveradi. Puli qancha buni? Puli endi ishlab chiqarishda sifatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kunda 12 million sotyapmiz. 12 million so'm. Dastavkasi bor. Dastavkasi, sborkasi hammasi ichida. 12 million so'm bu kelishiladigan narx. Kelishiladigan narx. Ichini o'zi ochib ko'rsangiz ham bo'lar ekanda. Kupe, to'g'rimi bu? Kupe, mana 3 ta eshikli kupe ekan. Seyflari bor, o'sha bu tomonga surasiz, bu tomon stop qilingan. Seyf bor ekan ichkarida, bemalol omonat saqlasanglar bo'ladi. Ha, pul bo'lmasa ham, misol dokument saqlasangiz bo'ladi. Pullar otaxon onaxonda turadi bari kattalarni. Mexanizmlari yaxshi ekan, ha? Mexanizmlari buniki prostoy bo'ladi, faqat eshiginiki davotchilik. Buni yaxshi tomoni aka, bu qishin, yozin oradan qanchadir vaqt o'tsa ham yaltirab o'zini chiroyini yo'qotmaydi-da. Eskirib, rangi ketib qolmaydi. Bu akril shunaqa. Yaxshi tomoni shunda. Lekin rangini o'zgartirsak bo'ladi. Bo'ladi, boshqa rang qilsak bo'ladi. Buni ham shu razmer 220 ga 170. Bu ham. Lekin matraslari 80 talik. Biz hozirgi kunda sotayotganimiz 80 talik matras bilan bu ham vesga qaraladi baribir. Mana nima degani u 80 talik, 90 talik, yarim ortoped. Demak 80% ortoped. 80%lik. Ortoped. Shunaqa. Bu 100 kilogacha bo'lgan odamlarga mo'ljallangan. Bemalol ko'taradi. 1 yilgacha garantiya bu matraslarimizga. Agar yaxshisini xohlasa, uni ham qilib beraveramiz. 3 yilgacha garantiya. Puli qancha endi? Bu mebelimizni narxi 10,5 million so'm, 10 million 500 ming so'm. 10,5 million so'm. Kelishiladigan joyi bor.
Shunaqa. Dastavkasi, zborkasi ichida. Shunaqa. Buni high-tech desak ham bo'ladi, oddiy. 6 ta eshikli-da bu. Xo'p. Klassik ham deb bo'lmaydi, o'rtada. Rangi ham chiroyli ekan, neobычный rang ekan. Rangi chiroyli rang, haqiqatda bagati rang. Razmeri necha? Razmeri shkafimi qanaqasi? Shkaf Shkafi razmeri. 240 buni ham, balandligi 220. Demak 240 ga 220. 6 ta eshiklik, 6 ta eshiklari eshikli. davutchiklik mexanizm. Puli qancha buni? Puli 8 million 300 ming so'm. 8 million 300 ming so'm kelishiladigan joyi bor. Navbatdagi mebelimiz juda ham chiroyli ekan, rangi jigarrang sifat, klassika dizaynda, to'g'ri? Shunaqa. Balandligi qancha? Bu baland ekan. Balandligi 245 bunani. 245, eni Eni 250 atrofida bo'ladi. 250. Tepa qoshini hisoblamaganingizda belidan 240 250 bo'ladi shunaqa. Bu mana yonlariga qarasangiz ham baland ishlangan. Buni ham xuddi shunaqa rasxodlari katta bo'lgan. Shuni hisobiga Puli qancha shunda? puli 10 million 800 boya aytdimki, oqim. O'shani jigarrang. Bu do'konda yana bir menga yoqqan mebellarimizdan rangi juda ham och ekan, oppoq. Bu stil klassika, to'g'rimi? Klassika, shohona klassika. Ha. Bu ko'p bo'lmadi bu mebelimiz chiqqaniga. Odamlarning ehtiyojidan kelib chiqqan holatda shu oqini chiqardik. O'zi buni jigarrang rangi bor edi mana. Bor edi, Bu jigarrangni 2-3 yil oldin bizda chiqqan. Buni puli qancha? 11,5 million. 11,5 million so'm, to'g'rimi? Jigarrangga keladigan bo'lsak 10,5 million bunisi. Jigarrangi 1 million arzon yurar ekan. Jigarrang Bu yangi rangdagi oqqa tilla aralashgan ekan. Shunaqa. Lekin yana boshqa rang xohlasa qilib beraverasizlar, to'g'rimi? Agar boshqa rang so'rab Klientga qolsa, qarab qilib beraveramiz. Uni navbatdagi mebelimiz high-tech uslubida yasalgan eng so'nggi modellardan 100 qismi MDF. Aha. Balandligi? Balandligi keladigan bo'lsak 220 atrofida chiqadi balandligi o'rtasi. Aha, 220 ga Pastroq bo'ladi. Buni shkafini yaxshi tomoni 3 ga bo'lib yig'dirsangiz ham bo'ladi, bitta qilib yig'dirsangiz ham bo'ladi. Ha, demak 3 bo'lak qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, bir-bir xil joyga. chekasini bir-biriga bo'lasangiz ham bo'ladi. Keyin buni sofilari bo'ladi alohida. Mana Bu ochiladimi bu? ochiladi. Mana shu ham yaqinda chiqdi shunaqa narsa. Keyin bu ham razmeri 220 ga 170. 220 ga 170. Buni ham rangini har xil qilsak bo'ladi. Puliga kelsak, buni puli Buni puli 10 million 300 ming. 10 million 300 ming so'm. Kami bor. Dastavkasi yig'ishi ichida 99 99lik 848 67 79 shu nomerlarga telefon qilsanglar, agar sizlarni qiziqtirgan mebellar bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol akamizga telefon qilib, narxlashib, maslahatlashib ish ko'rasizlar degan umiddamiz. Davom etamiz keyingi do'konga. Rahmat sizga aka. Aziz do'stlar, biz Qorasuvdamiz, hali ham obzorimizni davom ettiryapmiz. Hozir Zarxal mebel do'konidamiz, ikkinchi etajda. Bu yerda 12 talik stullarimiz bor ekan. Hozir shularni bir obzor bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Demak, 12 ta stulimiz, bitta stulimiz qanaqa materialda yasalgan bu? Yong'oq material. Qancha buni puli? Bitta stulni puli 700 ming so'm. Stulimiz qancha? 3,5 million so'm. Qarang keyin, bitta savolda agar men 8 talik olaman deydigan bo'lsam, shunda ham mana shu stulni berasizlarmi yoki kichikroq razmer bo'ladimi? Kichikroq razmerda zakaz qilib beramiz. U zakaz bo'ladi. Puli qanaqa bo'ladi? O'zgaradimi puli? Minus bo'ladi. Uni ham hajmiga qarab puli o'zgaradi. Xo'p. Davom etamiz. Mana bunisi ham chiroyli fasonda ekan. Bu ham 12 ta komplektda, 12 ta stul, bitta stul. Qanaqa material bu? Bu ham Yong'oqdan, Moniki komplekti, o'rta qismi matodan qilingan ekan. Buni yuvsa bo'ladimi mana shu mato qismini? Mo'shi materialdan qilingan. Yuvsa bo'ladi, to'g'rimi? Yuvsa bo'ladi. Buni puli qancha? 900 mingdan donaga. Stulimiz bitta narxi 900 ming so'm. Stulimiz 2,5 million so'm. Yaxshi, davom etamiz. Mana bu stilimiz ham boshqacharoq ekan. Bu qanaqa? Ideya nomli stolimiz. Uyingizga, mehmonxonaga bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Yog'och materiali, yong'oq materialdan 12 ta ekan komplektida. Buni ham ko'proq, kamroq qilsanglar bo'ladi, xohishingizga qarab. Puli qancha buni? Stolini o'zi 1 million. Stuli? Stuli 900 mingdan. 900 ming so'mdan. Demak, u kelishiladi, to'g'rimi? Xaridor bilan. Misol uchun qanchadir shumasini xaridor, qanchadir sizlardan kelishiladi. Yaxshi. Demak, azizlar, davom etamiz. Zarxal do'kondamiz. Bu qavatimizda asosan yumshoq mebellar ekan. Hozir o'tirganim Xitoydagi ekan. Xitoydan olib kelingan. Materiali Moishi,
O'tirganda yumshoq, yoqimli. Bu yig'iladimi? Katta spalni bo'ladimi? Bo'lmaydi. Mana shu ko'rinishda Gabraska. Puli qancha buni? 9,5 million so'm. Buni ham kelishiladigan joyi bor yoki oxirimi? Kelishiladigan joyi bilan 9,5 million so'm. Xitoydan keldi dedingiz, buni ranglari bormi yoki faqat shunaqa rangmi? Har xil ranglari bor, to'g'rimi? Davom etamiz. Mana bu yerda mebelimiz, bu ham Xitoyniki. Rangi, buni ham har xil ranglari bor ekan. Yostiqchalari bilan ochilar ekan. Mana bunisi ham ochilar ekan. Mexanizmlari juda ham qattiq, mustahkam. Buni puli qancha? 7 million so'm. Bularni yechib olib yuvsa bo'ladi, to'g'rimi? Kirib bo'lsa. Demak, yuvsa bo'lar ekan. Mana bu bittaligi. Puli qancha buni? 6 million so'm. Buni pufiga hech narsasi yo'q. Mana shu turishi. Ha, ochiladi, to'g'rimi? Ha, bu yoqqa ochganda katta bo'ladi, yotib televizor ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Mana bu yoqda pufiklisi bor ekan, boshqacha rang. Bu ham yostiqlari, pufiklari ochiladigan joyi, o'sha divan bo'ladigan variant. Buni puli qancha? 7 million so'm bu ham. Uyingizga televizor ko'radigan xonaga qo'yib qo'ysa bo'ladigan. Ochiladi. Bunda ochib, bemalol narsalarni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan. Yaxshi. Chester, buni ham rangi mijoz talabiga binoan o'zgaraveradi. Bu komplektda ugalogimiz bor, stolimiz bor, to'g'ri? 8 million. Ugalog hamda ikkita pufigi. 8 million so'm. Stoli qancha o'zi? 3 million so'm, oynali ekan. Kalyonli oyna. Turetskiy material ekan. Juda ham boshqacha. Buni razmeri necha? Bu ham katta ekan. 230 ga 220. Bo'lak bo'ladi, to'g'rimi? Har xil holatga qo'ysa bo'ladi. Ikkita, 3ta pufigi bor ekan. Puli qancha? 8 million so'm. Agar bunga moslab stolni oladigan bo'lsangiz, aytaylik, mana shu stol qancha? 1 million 800 ming so'm. Stolni ham rangini shunga moslasak bo'ladimi? U ham 1 million 800 ming so'm bo'ladi. 33 kodi bilan 518 0408 bemalol telefon qilib, o'zingizlarga yoqqan mebellar bo'lsa, narx-navolar bo'lsa, dastavkalar bo'yicha gaplashishinglar mumkin. Demak, keyingi do'kon bilan davom etamiz. Aziz do'stlar, davom etamiz obzorimizni. Galdagi do'konimiz bolalar savdo majmuasi ekan, ya'ni Bibib deb nomlangan ekan. Nomi ham Bibib. Mana shu do'konga kiramiz. Hozir bolalarimiz uchun nimalar bor, narx-navolari qancha, hammasini obzor qilamiz. Qani ketdik, yuringlar. Azizlar, Bibib do'konidamiz. Bu yerda asosan yosh bolalar uchun, chaqaloqlar uchun, o'sha 5-6 yoshli bolalar uchun ekan asosiy mahsulotlarimiz. Bu yerda hamma narsa bor. Velosipeddan tortib, beshik, belanchak, shkaf, hamma narsasi bor. Orasidan hozir men sizlarga narxini aytib chiqaman. Demak, kerak, bu nima deyiladi? Belanchak, to'g'rimi? Temirdan yasalgan belanchak. Adashmasam, bu o'zimizning mahalliy tadbirkorlarimiz ishlab chiqaradi, o'zimizning mahsulot, to'g'rimi? Puli qancha buni? 750 mingdan. 750 ming so'mdan, to'g'rimi? Kelishiladigan joyi bor. Bu necha yoshli chaqaloqlar asosan yotadi? 3 yoshgacha yotadi, to'g'rimi? Mexanizmlar, kravatga ham qo'yiladigan mexanizmlar qo'yilgan. Mustahkam. Demak, buni qimirlatib tursa bo'ladi, aynan qilib. Ko'taradi. Har xil ranglar bor ekan, mana kim qanaqa xohlasa, mana bundoq qilsa yopib qo'ysa bo'ladi. Demak, buni anaqa har xil hasharotlar tushmasligi uchun, chang tushmasligi uchun yopib qo'ysa bo'ladi chaqaloqlar uchun. Pashshalarga mana bunisi ham bor ekan. Bunisi nima? Xitoynikimi bu? Bu Xitoy kravat. Xitoy manej kravat. Aha. Buni puli qancha? Bu 900. 900 ming so'm. Buni ham kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan joyi bor. Xo'p, davom etamiz. Bu nima deyiladi bu? Bu arg'imchoq. Arg'imchoq. Bu ham Xitoyniki, to'g'rimi? Qancha puli? 550 ming. 550 ming so'm. Necha yoshgacha bolalarni ko'tara oladi? 4 yoshgacha bemalol Ko'tara oladi, mustahkam, to'g'rimi? Davom etamiz. Demak, bularni ham bitta narxini aytib keting, kichikroq belanchak ekan bu. Ular ham 680 ming. 680 ming so'm belanchagi, xo'p. 2,5 yoshgacha ko'taradi. Mana bu qismi temir ekan, demak mustahkam, 2,5 yoshgacha ko'taradi. Yo'da kiyimlar ham bor ekan. Mana bunisi kattaroq ekan, to'g'rimi? Bular elektronli belanchaklar. Tok bilan ishlaydi, to'g'rimi? Bilan. Demak, kenaylarimiz chaqaloqni yotqizib qo'yib tokka tiqib qo'ysa, o'zi qimirlab turadi. Puli qancha buni? 950 ming. 950 ming so'm kami bor, to'g'rimi? Kelishiladigan joyi bor mana. Ranglari ham har xil ranglari bor ekan, xohlagan rangni olsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Hop.
Bular. Bunisi sal kattaroq ekan-a? Bu ham elektron. Elektronik, xo'p. Puli qancha buni? 1.350.000. 1.350.000 so'm kami bor. Kelishadigan joyi bor. Mana tokka tiqadiganlari bor ekan, ustiga yopadiganlari bor ekan, komplekt ekan. G'ildirakli yuradi bemalol. Bu qismlari metal, mustahkam. Demak, davom etamiz. Kolyaskalar. Xo'p, bittasini olamiz. Mana bu kolyaskamiz. Juda ham Mexanizm. yaxshi, keng. Baquvvatligi bilinib turibdi. G'ildiraklari ham baquvvat ekan. 4 yosh, 5 yoshgacha bolalarni ko'tara oladi. Xitoy, to'g'rimi bu? Ruchkasi oldiga orqaga o'tadi. Bu qimirlaydi, to'g'rimi? Ruchka, Sumkalari ham bor ekan mana. Puli qancha buni? 800.000 so'm. Azizlar, 800.000 so'm Bibiv do'konidagi kolyaskalarimiz. Xo'p, orasidan mana yana bittasi mana ko'zimga chiroyli ko'rindi. Mana bunisi boshqacha ekan. Ha? Bu 3 ta yana tepada turibdi. Bu olinadimi mana shu qismi? Bu olinib, avtokreslo bo'ladi, tepasini ham qo'ysa bo'ladi, intragulchi. Buni ham qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Bu komplekt ichida. Buni olib tashlaysiz, shunda katta bo'ladi. Yana bitta qismi bor. Xo'p. Ikkinchi qismini ham olib ko'rsataman. Xo'p, mana bu qismni ham qo'ysak bo'lar ekan. Oxirigacha yotadi. Yotadigani. Buni mashinaga ham qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Baland, yaxshi. Amortizatorlari bor. Baloni rezina balon. Demak, bu kolyaskamiz 1.650.000 so'm kami bor. Demak, bu yoqda mana xadinoklarimiz bor ekan. Endi yurayotgan bolachilarimizga qanchadan? 300 mingdan 600 ming so'mgacha o'sha xaridorni didiga qarab tanlab olaveradi. Xo'p, davom etamiz. Demak, aziz do'stlar, davom etamiz. Biz hali ham Bibiv do'kondamiz. Bu yerda mana manej kravatlar bor ekan, oq rangli. Aka, material nima buni? Kravatimizni korobka qismi laminat bo'ladi. Fasad qismiga, mana shotkalariga endi ishlatilgan. Laminat hamda MDFdan iborat material. 3 qismga bo'lingan bu. Maneji, tumbasi, adinali kravat, teydan chiqib keladi. Bu olinadimi? Bu olinadi. Bu olinadi. Keyinchalik mana bu qismini parta hisobida ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu shotkasi shu yechib olinadi, parta hisobida ishlatiladi. Yotadi, bu bilan shkaf bilan komplektmi, alohidami? Komplekt. Xohlaganligi alohida, xohlaganligi komplekt. Xo'p, komplekt qancha puli? Komplekt 3.700.000 so'm, ichiga parda matraslari qo'shilgan. 3.700.000 so'm kami bor. Komplekt agar alohida bo'lsa qancha? Manej kravatni o'zi qancha? 1.900.000 so'm. 1.900.000 so'm. Shkafimiz 1.700.ligi savdolashsa bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, davom etamiz. Bu yoqda yana bor ekan manej kravatlarimiz. Bu qanaqa dizayn? Bu krashni mebelimiz deyiladi. Xo'p, bu ham bo'linadi, to'g'rimi? Bu ham 3 qismga bo'linadi. 3 qism. Krashni bo'ladi. 3 ga bo'linadi. Shkaf ham 3 ta eshikli bo'ladi. 3 ta eshikli shkaf bilan razmeri katta. 1.20 ga 2 metr bo'ladi. Demak, 1.20 ga 2 metrli shkaf hamda detskiy manej kravati. Общий komplekt qancha puli? 2300. Demak, davom etamiz. Yana bir chiroyli dizayndan iborat bo'lgan manej kravatimiz hamda shkafimiz ekan. Bu yog'ochdan yasalgan, to'g'rimi? Yog'ochdan yasalgan. Bu ochiladi shekilli, to'g'rimi? Oldi qismi ochiladi. Ochiladi. Bolalar uchun qulayroq anaqa yaratish uchun ichida hamma narsasi komplekt ichida bor, to'g'rimi? Komplekt ichida bular. Kravatimiz kattaroq qism bo'ladi. 1.70 lik kravat qilsa bo'ladi. Kengayadi, to'g'rimi? Kengayadi. Demak, transformer ekan. Shkafi ham mana chiroyli. Balandligi. Ikkitali ekan. Buni puli qancha? Shkafimizni o'zi 2 million so'm. Shkafi o'zi 2 million so'm. Komplekt bilan 5.200.000 so'm. Nimaga sal qimmatroq? Materiali yaxshida, yog'ochdan ishlangan bo'ladi. Kravatimiz kengroq qism bo'ladi, kattaroq bo'ladi. Demak, yog'ochdan ishlangan, hamma komplekti bor. Ham buni razmerini katta qilsa ham bo'ladi. Demak, chaqalog'imiz sal katta bo'lgandan keyin ham o'zgartirib, kattaroq paytda ham yotsa bo'ladigan. To'g'rimi? Rahmat, davom etamiz. Mana buni olamiz. To'g'rimi? Mana bunimiz, bu ham manej kravat, mana ochiladi. Eshiklari ochiladi. Bu ham komplektida bor, to'g'rimi? Hamma narsasi ichida. Shkafi mana, shkaf turibdi. Buning ichida ham, yonida ham och rangda ekan, qaymoq rang aralashgan. Yana bitta savolda, buni rangini o'zgartirsak bo'ladimi? Agar xohlagan rangini qilib bera olamiz. Qilib bera olasizlar, to'g'rimi? Xo'p, buni puli qancha?
3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm shkafi bilan. Shkaf bilan. Komplekt shkafi bilan 3 million 700 ming so'm. Dastavka xizmati ham mavjud. Ha, dastavka bor, to'g'rimi? Dastavkasi bor. Dastavka qayergacha? Dastavka 100 kilometr oralig'i bo'ladi. 100 kilometr radiusgacha dastavka bemalol tekin ekan. Agar Buxorodan kimdir ko'rib yoqtirib qolgan bo'lsa, sizlarga telefon qilsa, qanaqa bo'ladi dastavkasi? Kelishilgan holatda. Kelishiladi, to'g'rimi? Shu bahonada biz hozir sizlarning telefon nomeringizni aytib ketsak bo'lar ekan. Telefon nomeringlar? 93lik 93lik 885 85 Qorasuv mebellar shaharchasidagi Bibi bolalar do'konida o'sha sizlarga yoqqan narsalar bo'lsa, qiziqqan narsalar bo'lsa, bemalol shu nomerlarga telefon qilib, akamiz bilan gaplashib, savdo qilsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Demak, davom etamiz. Biz hali ham Bibi do'kondamiz. Yana bir manej kravat, shkaf bilan komplekt. Bu ham bo'linadi, to'g'rimi aka? Bu ham 3 qismga bo'linadi. 3 ta qismga bo'linadi. Belanchaga va keyinchalik ishlatsa bo'ladigan chester qilib ishlatsa ham bo'ladi va ordinarli kravat. Tegishli torpasi bo'ladi. Material nima buni? Material laminatdan. Laminatdan bo'lgan. Demak, bu komplekt qancha? Komplekti 2,5 million so'm qiladi. 2,5 million so'm dastavkasi bilan, ichidagi pardalari, ko'rpa yostiqlari hammasi ichida. Yaxshi. Davom et. Bu yoqda mana beshiklarimiz bor ekan. Xo'p, beshiklarimiz bu parda, mana bu yopinchiqlar bilan komplektmi? Komplekt qilib olsa ham bo'ladi. O'zini olsa ham bo'ladi. Xo'p, qancha o'zi? O'zi 400 mingdan boshlanadi agar quruq beshikni o'zi. 400 ming so'mdan hech qanaqa kiyimlari bilan, narsasiz. yasatilgan holat bilan 650 mingdan boshlanadi. 1,5 milliongacha bor. 650 mingdan 1,5 million so'mgacha. U narxi nimaga qarab o'zgaradi? Materiallarga qaraydi. Materiallarga, sifatiga, qarab o'zgarib ketaveradi. Men sizlarga hozir aksiyaga tushgan kalaskamizni tanishtirib o'taman. Kalaskamizni ikkita chastga iborat bo'ladi. Avto mashinalarga qo'yiladigan jihozi ham mavjud va bu kalaskamizni old orqaga aylanadigan tomoni ham mavjud. Kalaskamizni narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 350 ming so'm. Bizda Ramazon oyi munosabati bilan 4,5 millionlik aksiyamiz ichida kravat, shkaf, kalaska beshik, hadnoklar mavjud. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Mana aziz zamondosh, Qorasuv mebelchilar shaharchasiga safarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda ko'rdingiz, har xil turdagi mebellarimiz bor. Narxi ham har xil kimni qanday mebel qiziqtirgan bo'lsa, narx-navosi bo'lsa, hammasini batafsil o'sha ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib bilishinglar mumkin. Agar yaqin bo'lsanglar, kelib o'zingizlar tanishinglar mumkin. Bu yerda chunki juda ham ko'p do'konlarimiz bor. Biz barchasiga kirib chiqishga ulgurmadik, vaqtimiz yetmaydi. Qaytarib aytaman, manzil Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, Qorasuv mebelchilar shaharchasi. Videomiz so'ngida nima demoqchiman? Kanalimizga podpiska tashlang, like bosing, agar qandaydir fikr mulohazalar bo'lsa kommentariyada yozing. Bu faqat bizni qo'llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.